ishi yo'q, qo'lida hunari yo'q kishini ko'rsam, deydi Umar ibn Xattob, uni meni ko'zimda qadr tushib ketadi. Har bir kishining qadr-qiymati uni qiladigan kasbidagi mohirligida. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam davrida Ansorlardan bir kishi tilanib keldi payg'ambarimiz oldiga. Hech narsasi yo'q, kambag'al odam. "Bir narsang bormi uyingda?" "Ha, bitta sholchamiz bor, bitta suv idishimiz bor" dedi. "Olib kel" dedi. Olib keldi. Rasululloh o'zini muborak qo'llariga olib, "Kim buni mendan sotib oladi?" Bir kishi, "Men 1 dirham beraman ya Rasululloh." Kim ko'proq beradi deb 2 yoki 3 marta takrorladi. Shunda bir kishi, "Men 2 dirhamga sotib olaman" dedi. Rasululloh mana shu 2 narsani berib 2 dirhamini oldi. Boyagi tilanib kelgan kishining qo'liga berib turib, "Buni bir qismiga oilangga ovqat ol, bir qismiga